Aka sharoit umuman yo'q. Ko'chaga suvlar turadi. Na hokimiyat, na mahalla qaraydi o'ziga. Aka. Ijtimo yo'q. Aka. Ko'chadan eshik ochilgan. Mana hamma narsam shu yerga turadi. Hamma narsam bitta joyga turadi. Uyimga boray desam, ayamning ikkinchi turmushi bor. Ayamga kun bermaydi. O'zi 2 xonali domga yashaydi. O'g'lim shaqqa yashaydi. O'g'illarim rus maktabda o'qiydi. Chun prezidentimizdan iltimos qilardim. Shuni inobatga olishga. Muzlab yotibdi yaxday xonalarimiz. Sharoit yo'q. Hamma narsa shu bitta joyga. Nahotki bir eri yo'qlarga bir yordam bo'lmasa, bir qiynalganlarga bir e'tibor bo'lmasa, yordam bo'lmasa, boshqa bo'lmasa. Prezidentimizdan shuni iltimos qilar edim. Yordam berishini. Aka, hamma narsamiz bitta joyga. Shu hayotmi? 4 yildan beri shuna hayotga yashab kelaman. 4 yildan beri shuna hayotga yashab kelaman. O'zim Toshkentga massajga o'qib kelganman. Shu bilan kunimni ko'rib, shu bilan ro'zg'or terbatib, shuni orqasidan kiyinib yuribman. Anaka na ishga joylashtiradi hokimiyat, na mahalla bir boshqa qiladi. O'zim bansaga ishlavdim, narsalarim yo'qolgancha shartnomani ham bekor qildi. Narsalarim o'g'irlangan uchun, apparatlarim yo'qolgani uchun. Na bir ishga joylashtiradi, na boshqa narsa qiladi. Bir sharoiti yo'q. Men ko'chadan eshik, derazam buzib, shuna ko'chadan eshik qo'yib bergan. Aka, turmushimdan ajralganman. Yonimda kundoshim yashaydi. Qarorga bo'ysunmaydi erim. Qarorga bo'ysunmasdan o'z boshimchalik qilib, ko'chadan shuna eshik ochib bergan. 4 yildan beri shuna hayotga qiynalib yashab yuribman men. Bolalarim yoqda. Chunki sharoitim yo'qda, qaqov o'tiraman bolalarimda. Sharoitim yo'q.